Bet spalni 4x5. Pollari parket. Spalnida o'ziga qarashli hammommi. Hali bitmagan, lekin issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya hamma yo'q joyda, faqat devori qolgan. Mana bu 3x4 spalnida garderobni. Xonalar yorug', shuni ham kolonkali garderobniki. To'rtga 5 zal. Televizorda antennalari bor, rozetkalari bor. Mo'yishik motoboylardan qilingan. Pechkalari bor. Spalnida yonadi, mehmonxonasi ham isiydi. Ichkaridan ko'rsangiz bo'ladi eshiklarini, romlarini. Mana kichkina xona. 3,5 ga 4. Svet yoqishdan oldin lyustrasini ko'rsatib qo'ying. Mo'yshi aboy. Ichkasi mana madan yonsa, narigi zal isiydi. Parket pollar. Yana bitta kichkina xonamiz. Bu ham mo'yshi aboy, faqat однотонный qilganmiz. Shu yerda lampochkasi kuyib qoldi, almashtirdik. Taqqan odam yo'q. Buni ham pechkasi bor. Eshik romlari ham yo'q joyida. Vaqtim bo'lmadi bularda bo'zini qoqqanim. Mana bo'zi bor. Mollarga bo'z qoqib qo'yganman. Bu yana bitta 4ga 9 zal. Devori qolgan, ana kosmetikasi. Shu yerda materiallar bor. Mana ochiq ayvonda patologi, oshxonani gaz turbalari, albastr, suvod albastrlari, yana bir narsalar bor. Mana uylarning oldi sahnachasi, огороди. Adashmasam 7ga yo 11ga 16 17 mana shunaqa teplitsa qilaman degan edim bu yerga. Qilolmadim. Podval.